Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Mana bugun 11-yanvar 2026-yil. Biz o'z ish kunimizni boshlab oldik. O'zlarimizni qo'ylardan ajratib, bedasini, arpasini berib, endi qo'ylarni dalaga haydab ketamiz. Kechgacha bular shu yerda yotadi. Ko'plar so'rayapti, bu qo'zilar nima yeydi? Yem yeydimi, hasha yeydimi deb so'rashyapti. Mana bedani maydalab beramiz. Mana buyoqqa arpa qo'yamiz mana. Arpani mana shu qo'zilar mana 15 kilo qo'zilar mana shu qo'zilar. Mana kichkinachalar. Arpani bemalol yeydi. Mana shu qo'zichalar bedani yeyapti mana. Sizlarda ham bormi mana shunaqa qo'zilar? Hech aytganini qilmaydi-da. Faqat hashaydi ustiga chiqib olaveradi. Niyat qilganlar hammasiga bundan ham yaxshilarini Alloh taolo nasib qilsin. Mashalloh deb ketasizlar. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun, e'tiborlaringiz uchun. Albatta niyat qilganlarga, havas qilganlarga Alloh taolo eng yaxshilarini nasib qilsin. Rahmat ham.